Xotin siz o zo'rligingizdan bas. Chunki zo'rlik qilsangiz yoshlikda qariganda ayasi choy damlaydi deganda dada sali zo'rligingiz qani desa nima deysiz? Shunaqa hurmat qilsinki sizdan qo'rqqandan bas hurmat qilganidan. Buning uchun hikmat egasi bo'lish kerak-da. Donishmand bo'lish kerak. Arzimagan narsaga cho'payda olib manaqasiga olib ko'laydigan bo'lmaslik kerak. Bitta gapni shu olib cho'zg'ilib, o'g'ri turib dadasi shu gapni ko'rib tarsakilab olib deydigan ish qilmaslik kerak. Erkakmi bitta gap bo'ldi. Shunaqalar ham bordi, mayda gap, hatto masjidga kelib qoladi-da bir kun mahli shuni gapiradi, shu tugatsa edi devorasida shu aylantirib o'ttirmag'asiga olib kelib aybdor kimligini ayting desangiz oxirida to'xtab turing domla deydi. Kim xotin deydi. Siz bilan yashayotgan xotinga rahmat devorgiz kelib ketadi.